This is Radio Free Asia from Washington, D.C. The following program is in Uyghur. Erkin Asya Radyosu. Erkin Asya Radyosu. Assalamu alaikum, hürmetli radyo anlıqçılar. Anlavatqanlar Erkin Asya Radyosu'nun 4. noyabr Düşenbe gündeki Uygurca anlatışı. Amerika paytaxtı Washington'dan anlavatçılar. Hürmetli radyo anlıqçılar. Düşenbe gündeki bir saatlik anlatışımızda avval anlaydıqınlar Uygurlar ve halkara vaziyetine dair kısa haberler. Anlatışımızın devamında vaka ve mulay sayfası boyunca verildiğin anlatışlar huzurunlarda bulundu. Hürmetli radyo anlıqçılar, 4. noyabr Düşenbe gündeki bir saatlik anlatışımızını Uygurlar münasebetlik kısa haberlerden başlayımız. Bugünkü haberlerini radyomuz muhtiri Erkin tayarladı. Xalqaro kishilik huquq xizmati tashkiloti 4 noyabr doklad e'lon qilib, Xitoyning Uyg'ur elidagi eg'ir kishilik huquq dafsandichiligini javobgarlikka tortishda qisman ilgirlash bo'lgan bo'lsa-mu, ammo texmi ilgirlagan holda harakat qo'llanishining zarurligini bildirgan. Doklad qayd qilinishicha, Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq oliy komissarining Xinjiang dokladi e'lon qilinganiga 2 yil bo'lgan bo'lsa-mu, lekin dunyo bu masalaga yanada kuchli ravishda diqqat qilmoqda ekan. Dokladda 15 g'arb davlatining 22 oktyabr kuni Avstraliyaning boshchiligida tunji qitim BDT umumiy kengashiga chaqiriq qilib, Xitoyni kishilik huquq oliy komissarining Xinjiang dokladidagi tavsiyalarga amal qilishga, jumladan Tibet va Uyg'ur elidagi barliq tutqunlarni qo'yib berishga chaqirganligi ta'kidlangan. Doklad qayd qilinishicha, Xitoyning Xinjiang dokladini rad qilishi, uning Islom hamkorlik tashkiloti, Afrika davlatlari, Kuba, Pokiston, Qozog'iston, Qirg'iziston qatorliq davlatlarning qo'llashiga erishishi, davlatlarning qo'sh o'lcham qo'llanishi va universal kishilik huquqqa amal qilmasligi afsuslanarli ish bo'lsa-mu, ammo Xinjiang dokladi yanada BDTda Xitoy to'g'risidagi kishilik huquq munozaralarining markaziy nuqtasi bo'lmoqda ekan. Dokladda mundaq deyilgan: Xalqaro jamiyat Xitoyga majburiyatini ado qilish haqida davomli besim qilib, uning chegarasi ichidagi barliq kishilarning kishilik huquqini qo'g'dishiga kafolatlik qilish kerak. Dokladda Xalqaro kishilik huquq xizmati tashkiloti Xitoy hukumatining BDT kishilik huquq oliy komissari ishxonasining Xinjiang dokladi va boshqa BDT kishilik huquq mexanizmlarining tavsiyalarini amallashtirishi, BDT kishilik huquq kengashining Xitoyni nazorat qilish mexanizmi qurishini talab qilgan. Şunun bilan bir vaqt yana BDT kishilik huquq oliy komissarining Xitoy kishilik huquq vaziyatini, jumladan Uyg'ur elining vaziyatini davomli kuzatishi, Xinjiang dokladining ijro qilinish ahvolidan oshkora ma'lumot berib turishini chaqirgan. Bu chaqiriq Xitoy dunyoda Xinjiangning ijobiy obrazini tiklash uchun mislsiz tashviqot hujumi qo'zg'agan bir payt o'tirg'i qo'yilgan. 2009 yılı yüz bergen 5. iyul Ürümçi qırğınçılığıda qo'lga ilinib muddatsiz qamoq jazosiga hukm qilingan yozuvchi va tor boshqaruvchi Gulmira Imin 15 yildan keyin tunji qitim Xitoyning xalqarалық tashviqot kanali CGTN tarqatgan tashviqot xarakterlik hujjatlik filmda qayta ko'rindi. CGTN kanalining 5 iyul Ürümçi qirg'inchiligi haqida ishlagan zulmat qaplagan Ürümçi nomli bu tashviqot filmida Xitoy hukumati ayni vaqtda Urumchida yuz bergan 5 yil qirg'inchiligini chet eldagi atalmish bo'lgunchi va terrorlik kuchlari keltirib chiqarganligini ilgari surgan. Shunaqla bu voqeaning butkul javobgarligini Dunyo Uyg'ur qurultiyi boshchiligidagi chet eldagi Uyg'ur tashkilotlariga ortishga uringan. Halbuki tashqi dunyo bu film orqali tunji qitim 15 yildan beri hech qanday iz derki bo'lmagan 5 iyul tutquni Gulmira Iminning hayot ekanligi va turmada jazo muddati o'tayotganligidan xabar topgan bo'ldi.
Xitoy ishlab tarqatgan bu tashqi tashviqot filmida 15 yillik turma hayotining tutqun Gulmira Iminning chiroy turqi va tashqi ko'rinishida paydo qilgan o'zgarishlar, shunaqla jismoniy va ruhiy iskanjining uningda qoldirgan cho'nqur izlari oshkor bo'lgan. Filmdagi bu ko'rinishlar chet ellardagi ijtimoiy taratqush supullarida Xitoy hukumatida qabihlikning chek-chegarasi yo'q degan baholarning o'tirg'i chiqishiga sabab bo'lmoqda. Gulmira Imin Urumchi 5-yo'l qirg'inchiligi yuz berib, uzun o'tmayla bo'lgunchilik, davlat maxfiyatligini oshkorlash va namoyishga qutratqulik qilish jinoyati bilan ayblanib, muddatsiz qamoq jazosiga hukm qilingan. Radiomuzning 2020 yili Qashqardagi turma doiralaridan aniqlashi jarayonida tutqun Gulmira Iminga berilgan muddatsiz qamoq jazosining 19 yil 8 oyga qisqartirilganligi oshkorlangan edi. 15 yildan buyon Amerika hukumati, Amerika Davlat Majlisi, Amerika Diniy erkinlik komiteti va xalqaro kishilik huquq tashkilotlari Gulmira Iminning ahvolidan uchur berishni, uning darhol qo'yib berilishini talab qilib kelgan bo'lsa-mu, ammo Xitoy hukumati bu chaqiriqlarga izchil holda javob bermagan edi. Gulmira Iminning qisqa ko'rinishi Xitoy ishlab tarqatgan zulmat qaplagan Urumchi nomli bu hujjatlik filmning birinchi qismida 3 yerga qistirulgan. Bu ko'rinishlarning qachon, qayerda singa ilinganligi aniq bo'lmasa-mu, ammo filmda Gulmira Iminning eg'izidan atalmış to'polonchilar ayblangan. Chet eldagi bo'lgunchi kuchlarning 5-yo'l voqeasining kelib chiqishida halqiliq rol o'ynaganligi bildirilgan. Halbuki bu filmni ko'rgan nurg'unlagan kishilar ijtimoiy taratqush supullarida inkos yesib, Gulmira Iminning turmada og'ir iskanja ostida bu so'zlarni qilishga majbur bo'lganligini qayd qilmoqda. Amerika Kengash palata a'zosi Uyg'ur majburiy emgakining oldini olish qonunining taklif loyihasini sunuvchilardan biri bo'lgan Marko Rubio yaqinda Amerika ana vatan xavfsizligi ministri Alejandro Mayorkas bilan Amerika Federatsiya yemaklik va dori boshqarish idorasining boshlig'i Robert Kalifga maktub yozib, Xitoyning Uyg'ur elidagi ikki dorigarlik sherikatini qora tizimga kelishini talab qilgan. Marko Rubioning maktubi Amerikadagi bir kishilik huquq tashkilotining bu yil 10 oyning boshlarida doklad e'lon qilib, Amerika qonun chiqarib cheklagan bo'lsa-mu, ammo Amerika dori boshqarish idorasining Uyg'ur elidagi ikki Xitoy dorigarlik sherikatining mahsulotlarini Amerikaga import qilishiga ruxsat qilganligini oshkorlashining orqasidan yo'llangan. Bu doklad Amerika dorigarlik sherikatlarining Xitoy bilan bo'lgan munosabati Amerika Davlat Majlisi a'zolarining diqqatini qo'zg'agan. Xitoyning Amerika aqliy mulklari va sezgir sonliq ma'lumotlarga erishib, uning manfaatiga buzg'unchilik qilishidan andish qilayotgan bir paytda e'lon qilingan edi. Marko Rubio maktubda mundaq degan: Uyg'ur majburiy emgakining oldini olish qonuni Amerika xalqiga setib olgan mahsulotlarning qulla emgaksiz yasalganligiga kafolat beradi. Aniqki, Federatsiya dori boshqarish idorasi FDI'ning nazoratchilik jihatdagi yetersizligi buni amalga oshira olmagan. FDA va Amerika ana vatan xavfsizligi ministerligining bu xatarlik xatoligini tuzatishi ham qonunni qo'llash mas'uliyati bor. Men har qaysi tarmoqlarning va majburiy emgak xizmat korpusining Xinjiang Nozilim biodorigarlik shirkati bilan Xinjiang SEL bioximiya shirkatini darhol Uyg'ur majburiy emgakining oldini olish qonunining qora tizimligiga kirgizishini talab qilaman. Amerika ana vatan xavfsizligi ministerligi teqi o'tgan hafta Xitoyning Hong Kongni markaz qilgan Yida to'qimchilik guruhi va uning Guangdong bilan Turpandagi ikki tarmoq shirkatini Uyg'ur majburiy emgak sababidan qora tizimga kirgizgan.
Uyghur Abdunum rayonluq Partukom 3 noyabr günü Şərqi Cungar iqtisadi etiş rayonunda yığın çaqırıb kişilik hüquq təşkilatları tərəfindən Uyghur məcburi əmgiginin asaslıq bahasında qarılıbatqan rayondakı sanaat bağçıları, şundaqla iqtisadi etiş sınaq rayonlarının yuqur sübətlik tərəqqiyatını küçəytiş. Bu sanaat bağçıları və iqtisadi sınaq rayonlarını bir bəlvaq, bir yol koridordakı dövlətlər bilan teximizic bağlaşını tələb qılğan. Bu yığının Xitay iqtisadi kassatlashib, Xitoy hukumati iqtisodiy qutqizishning jiddiy tadbirlarini olgan bo'lsa-mu, ammo buning unumiga gumon bilan qaralayotgan bir paytda ichilishi diqqat qo'zg'amoqda. Mashinroyning yig'inda ko'rsatilishicha, Uyg'ur elidagi iqtisodiy ichivetish sinoq nuqtalariga va sanoat bog'chilariga Xitoyning energiya ehtiyojiga kafolatlik qilish, strategik kon boyligi va ochliq bexatarligi strategiyasi nuqtasidan qarash kerak ekan. Xitayning Uyg'ur elidagi sanoat bog'chilarining ko'lami uning 2017 yildan boshlab Uyg'urlarni keng ko'lamda tutqun qilib, lager turmalarga qamishi bilan tang kengayib, nurg'un Uyg'urlar bu o'rinlardagi majburiy emgak kuchlariga aylantirilgan. Növətdə Xitayning iqtisadi sınaq rayonları və sanoat bog'chilarini texmi kuchaytirishi, Uyg'ur emgak kuchlarining texmi uzun vaqt bu o'rinlarga band qilinishi, majburiy emgakning texmi ko'lamlashishi ham sistemlashishini keltirib chiqarishidan andish qilinmoqda. Xinjiang gazetining xabar qilishicha, yig'inda Mashinroy mundaq degan: "Biz Xinjiangdagi echivetish rayoni va sanoat bog'chilarining xizmatini yaxshi ishlashda, Xinjiangda turib qaramasligimiz, sanoat bog'chilariga nuqul sanoat bog'chisi deb qaramasligimiz, buningda partiya va davlatning umumiy vaziyatini chiqish qilishimiz, buningga davlatning energiya ehtiyojiga kafolatlik qilish, strategiyalik kon boyligi va ochliq bexatarlik strategiyasi nuqtasidan qarashimiz kerak." Onun ko'rsatishicha, har qaysi o'rinlar erkin savdo rayonlarini yuqori o'lcham bilan qurib, echivetish rayoni va sanoat bog'chilarining atrofidagi davlatlar bilan cho'nqur hamkorlikni kuchaytirishi, xalqaro hamkorlikning yangi shakllari haqida izlanishi kerak ekan. Amerikaning Wall Street jurnali gazeti o'tgan oyda Xitoy to'r jasuslarining Amerika telefon aloqa to'riga so'qinib kirganligi, to'r jasuslarining telefon aloqa to'ridagi Amerika Federatsiya apparatlarining maxfiy anglash sistemasiga so'qinib kirgan bo'lishi mumkinligini oshkorlagan edi. Washington Postasi gazetining obzorchisi Josh Rogan 2 noyabr e'lon qilgan bu haqdagi obzorida bu tahdidning kishilar o'ylagandimi keng doiralik ekanligini bildirgan. Josh Roganning aytishicha, Amerika hukumati Xitoy davlat xavfsizligi ministrligiga bog'liq deb qaralgan xakerlar Amerika telefon aloqa shirkatlarining Amerika qonun ijro qilish apparatlariga ichib bergan maxfiy anglash va nazorat qilish sistemasiga so'nggichi ichib kirgan bo'lib, Amerika hukumati xakerlarni hozirmi bu sistemaga kiritgan bo'lishi mumkin deb qaramoqda ekan. Josh Rogan shu sababdan bu Amerikaning 3 chong telefon aloqa to'ridagi millionlagan telefon abonentlarini Xitoy hukumatining nazorat obyektiga aylantirib qo'yganligi. Gerçi bu voqea bak sezguri ham saylan vaqtiga to'g'ri kelib qolgan bo'lsa, ammo Amerika hukumati va telefon aloqa shirkatlarining xalqni buningga oid texnik ko'p uchur bilan ta'minlashini chaqirgan. Wall Street jurnali gazetining xabarlaridan Tuzliq Tayping nomli Xitoy to'r jasuslik hujumining Cumhuriyetçilerinin prezident nomzodi Donald Trump va uning muavin prezident nomzodi DJ Vance, hozirgi muavin prezident Kamala Harrisning saylan komiteti va davlat majlis xodimlarini nishon qilganligi ma'lum bo'lgan edi. Josh Roganning aytishicha, Amerika Kengash palatasi istixborot komitetining raisi Mark Warner bu hodisa hozir sizlar faraz qilgandimi jiddiy ham og'ir deb ko'rsatgan. Mark Warnerning aytishicha, bu hodisa u istixborot komitetining raislik vazifasini o'tab kelayotgan yillardan beri duch kelgan eng og'ir voqea ekan. Josh Rogan hakerlarning telefon sistemasidagi maxfiy anglash xotiralariga erishgan yoki erishmaganligi ma'lum bo'lmasa-mu, ammo ilgiriki xabarlarda hakerlarning telefon aloqasini anglash, xat yo'llanmalarini ko'rishga muvaffaq bo'lganligi qayd qilinib kelganligini aytgan.
Hürmetli radyo dinleyiciler. Erkin Asya Radyosu'nun 4. noyabr Düşenli gündeki Uygurca anlatışı davamlaşmakta. Ben bugün programı riyasetçisi Mihriban. Yukarıda kısa haberlerini anladımlar. Tövende vaka ve mulayih sayfası boyunca anlatışımızı başlayınız. Bugün bununda radyomuz muhbirleri ve ihtiyari muhbirlerinin tayarlışıda Uygurlar vaziyeti ve halkara yakın meselelerine dair tefsili haber analizi, söhbet, obzor qatarlıq programlar diqqətinizdə buludu. Hörmətli radio dinləyicilər, növbəti diqqətinizlər bugünkü məxsus səhifələr boyunca verildiğən anlatışımızın təfsilatı bolsun. Doktor Erin Glassman Xitoy Xalq Cumhuriyetining millatlar siyosatidagi byurokratik omillar 1950-yillardan o'rganishga tegishlik saboqlar nomida bir doklad e'lon qilgan. U dokladida Xitoy hukumatining Uyg'urlar qaratgan qattiq bostirish siyosatining ish yuzini va amaliyatini keng doirada tilga olgan. Bo'libmi bu bostirishga munosabatlik sabablar ichida madaniyat va iqtisodiy omillarning borligini, shunaqla byurokratlik omillarning muhim o'rin tutadiganligini ilgari surgan. Tövanda diqqatinglar, muxbirimiz Uyg'urning bu vaqtda tayyorlagan programmasida bo'lg'ay. Amerikadagi Wilson markazi yaqinida doktor Erin Glassmanning Xitoyning millatlar siyosati haqidagi maxsus doklad e'lon qilgan. Bununda Xitoy Xalq Cumhuriyetining 1950-yillarning boshlaridan boshlab yo'l qo'ygan millatlar siyosadagi byurokratlik omillar, kommunist Xitoyning millatlar siyosati sohasidagi byurokratik organ Xitoy davlatlik millatlar ishlari komiteti va uning Xitoydagi ig'ir siyosiylashtirilgan muhitda olib borgan xizmatlari to'g'risida muhokama yurgizilgan. Shundaqla bu jarayonda millatlar ishlari komiteti amaldorlarining Xitoy Kompartiyasiga bo'lgan sadoqatmandligini namoyon qilish uchun millatlar xizmatida borgan sari radikal belgilamalar va assimilyatsiya tadbirlarini yo'l qo'yganligi ilgari surilgan. Doktor Erin Glassman Xitoy Xalq Cumhuriyetining millatlar siyosatidagi byurokratlik omillar 1950-yillardan o'rganishga tegishli saboqlar nomli dokladida mundoq yozgan. Xitoy Xalq Cumhuriyeti 1950-yillarning beshida ilgari yo'l qo'ygan millatlar siyosatini bekor qilib byurokratlik sistema bo'lgan millatlar ishlari komitetini qurib chiqdi. Bu byurokratlik sistema bora-bora markazdan o'lka, avtonom rayon, viloyat va noyalarga kengaydi. U oxiri berib markazning millatlar siyosatini ijro qiladigan va nazorat qiladigan byurokratlik sistemaga aylandi. Halbuki bu byurokratlashtirish strategiyasi o'ylanmagan oqibatlarni olib keldi. 1950-yillarning oxirida o'ngchilarga qarshi turish harakati va cho'ng sakrab ilgirlash harakati mezgilida bu byurokratlik sistema, ya'ni millatlar ishlari komiteti o'zining Xitoy Kompartiyasi bo'lgan sadoqatmandligi va ishga yaraydiganligini namoyon qilish uchun radikal va assimilyatsiya tadbirlarini yo'l qo'ydi. Bu byurokratlik sistema shu mezgillardan tortib Xitoydagi quyuq siyosiy atmosferaning ig'ir ta'siriga uchirdi. Doktor Erin Glassman radiomiz ziyoratini qabul qilib, bu dokladni hozirlashdagi maqsadi va dokladning mazmuni haqida tafsiliy tushuncha berdi. U mundaq dedi: What I'm trying to do in this article is draw attention to the part of the Chinese government that is responsible for Mening bu dokladni hozirlashdagi maqsadim Xitoy hukumatining millatlar ishlari sohasidagi organlarga, shu jumladan milliy siyosatlarni tuzish, yo'l qo'yish va uningga nazorat qilishga mas'ul qismiga diqqat tortishdir. Dokladda aniqki Xitoyning millatlar siyosati va Xitoy hukumatining Xitoy bo'lmagan millatlarga tutgan muomalasi asos nuqta qilindi. Xitoyda rasmiy e'tirof qilingan 56 osonlik millat bor bo'lib, ular Uyg'ur, Tibet, Mo'ng'ul va boshqa nurg'un etnik xalqlarni o'z ichiga oladi. Hammamiz bilgandek Xitoy hukumatining bo'libmi yaqinqi 10 yildan buyon
Amerikalıqı az sonluq millatlarga qaratgan bastırış və zulm siyasətləri Xitay toğrusida xəbərlərinin mühim temisi olmaqda. Bu türlük xəbər və məqalələrdə Xitay hökumətinin az sonluq millatlarga qandaq muamele qılğanlığı, ularning qaysı xil erkinliklərinin rədd qılınğanlığı və şuningga o'xshash bir qator masalalarga ko'p diqqat berilgan bo'lsa-mu, ammo Xitoy hukumatining bu masalalarni qandaq bir taraf qilganligi haqida, bo'libmi byurokratik sistem bo'lgan Milliy ishlar komiteti haqida tushunchamiz pek az bo'ldi. We have less of an understanding of how the part of the government that deals with these issues actually functions, the bureaucracy in charge of it. So Uyghur kishilik huquq quruluşunun tadqiqotchisi Dr. Henrik Shajaski, Dr. Erin Glassmanning bu dokladida o'tirib qo'yilgan fikrlar haqida munolarni o'tirib qo'yib o'tdi. In general, yes. I mean, I think that what Dr. Glassman is doing here is trying to broaden out some of the rationale for the heavy Umuman qilib aytganda, men Dr. Erin Glassmanning bu dokladida o'tirib qo'ygan fikrlari qo'shilaman. U dokladida Xitoy hukumatining Uyg'urlarga qarata ilib berayotgan qattiq bostirishning ba'zi haqiqatlarini keng doiradan tilg'angan. U Xitoyning Uyg'urlarning bostirishiga munosabatli sabablar ichida madaniyat va iqtisodiy omillarning mavjudligini ko'rsatib o'tgan. U yana bu xil ahvol va sabablarning ichida byurokratlar tarafdan alohida o'rin tutganligini tilg'angan. Meningmi bu masala qarta ko'z qarashlarim asosan o'xshash. Biz Xitoy ilib berayotgan bostirishning faqat ma'lum taraflariga ahamiyat berishdan saqlanishimiz kerak. Bu keng doirali bir masala. Dr. Erin Glassman bu yerda Xitoydagi siyosiy muhit og'irlashgan vaqtlarda Millatlar ishlari komitetidan iborat bu byurokrat sistemning radikal millatlar siyosatini amaliylashtirish uchun qattiq besimga duch kelganligini ko'rsatib bergan. Mayli Xitoydagi o'ngchillarga qarshi turish harakati bo'lsin yoki cho'ng sakrab ilgirlash harakati bo'lsin va yoki Xitoy tarixidagi boshqa ig'ir ideologiyalik fikrlar yuqori ballaga chiqqan mezgilda bo'lsin, byurokratlar va byurokratlik sistema bu siyosiy muhitning ig'ir ta'siri kuchaygan shundaqla buningga taqobil turolmagan. Ideological high points in China's history that the bureaucracy is certainly vulnerable to these political moments and finds it very hard to withstand. Dr. Erin Glassman dokladida yana Xitoy hukumatining Xitoy bo'lmagan millatlarga, bo'libmi Uyg'urlar tutgan siyosatida assimilatsiyaga qarab burilishning orqasida madaniyat, iqtisodiy va byurokratik omillarning borligini ko'rsatib o'tgan. U Xitoy Xalq Cumhuriyatidagi millatlar siyosiga munosabatlik jiddiylikning faqat Xitoyning chegara rayonlari bilanla cheklanib qolmay, buning butun Xitoyda umumyuzlik mavjud bo'lganligini ilgari surgan. Shuning bilan bir vaqtda Amerikalik siyosiy amaldorlarning Xitoy amaldorlari bilan ko'rishganda Uyg'ur elidagi kishilik huquq dafsandichiligini doim kun tartibda tutib turishning zarurligini alohida tilga olgan. Chex Cumhuriyati Plaki O'limlik universitetining tadqiqotchisi Dr. Rune Stenberg Xitoyning Uyg'urlarga qaratgan siyosatining assimilatsiya va irqiy qirg'inchilikka qarab burilishning orqasida madaniyat, iqtisodiy va byurokratik sistemdan boshqa yana xalqarodagi o'zgarish, Xitoydagi konseri eshiyotgan millatchilik, jumladan Xi Jinpingning bevosita mas'uliyati borligini ilgari surdi. Men Erin Glassman'ninki analizini o'qidim. Uningki fikrlarga asosan qo'shilaman. Fikrlari to'g'ri. Xitoy hukumatiniki Uyg'ur va boshqa millatlarga bo'lgan siyosat o'zgarib turgan. Bo'libmi 2014-2017 yildan keyin texmo assimilatsiyaga chiqqan, assimilatsiyaga tortgan siyosat bo'lib qoldi. Uning sabablari nurg'un bo'lishi kerak. Xi Jinping bo'lsa, uning bir sababi bo'lish assimilatsiya qilgan millatchilik kuchaytirgan tarafga tortgan edi. Uning ichiga boshqa millatlarga bo'lgan siyosati kirdi. Uningdan boshqa 2008-2009 yilda bo'lgan dunyoviy iqtisodiy krizisdan keyin ko'p davlatlar o'ng tarafga mangan. Asosan ko'proq assimilatsiya qilgan siyosat butunlay Xitoyda bor. Uningki eng ig'ir zulm ham zo'rliq kuch ishlatilgan yeri albatta Uyg'urlarniki vatani bo'ldi. Shuning uchun menimcha u cho'qim Beijingdan kelgan siyosat. Albatta butunlay assimilatsiyani yo'q
qılalsaq, to'xtatalsaq, texmo yaxshi bo'ladi. Lekin uning da meniki ümitim pek küçlük emas. Lekin çoqum Aaron Glassman degandek, g'arbdagi davlatlar bisim solsa, Xitoyning ichidagi milliy siyosatlari yeni azroq bo'lsa-mu o'zgartiramiz deb ishonaman. Albatta, Aaron Glassman degandek Amerikaniki siyosatchilar yoki Yevropaning siyosatchilar, Xitoy siyosatchilar bilan ko'rishsa, cho'qim shuni to'g'riq gap qilish kerak. Ularniki siyosatni o'zgartirishga tirishimiz kerak hammamiz. Amerikadagi siyosiy analizchi Gordon Chang doktor Aaron Glassmanning yuqorqi doklad haqida to'xtalib mundaq dedi. China's policies assimilating Uyghurs and other Turkic minorities involve, among other things, mass detentions, rape, torture, and murder. Xitoyning millatlar siyosati, bo'libmi Uyg'ur va Xitoy bo'lmagan millatlarga qaratgan siyosati, keng ko'lamli tutqun qilish, bostirish, qiynash va o'ldirish qatorliq yuqori bisimliq zulmlarni o'z ichiga oladi. Bu harakatda Xitoyning Uyg'ur elida olib berayotgan irqiy qirg'inchilik programmasining bir qismi bo'lib, bu bir razillikdir. Men bu vaqtdagi izlanishlarning faqatla bu xil razillikni tadqiq qilish va uni tushunishga urinish bilan to'xtab qolmasligini ta'kidlayman. Agar shundoq bo'lsa, uning hech ahamiyati bo'lmaydi. Bizning o'rganishimiz va tadqiq qilishimiz texnik zarur bo'lgan narsa har qanday razillik va razillik qilmishlarni qanday qilib to'xtatish va uni jazolash yo'lini topishdir. Biz oldi bilan buni tadqiq qilishimiz kerak. Bundan boshqasi bek muhim emas. The only thing we should study is how to end the evil and punish those committing the evil acts. Nothing else matters. Qadirlik radio anlıqçılar, bu programını Washington'dan Uyghur tayarladı. Uyghur mahallalaridagi an'anaviy uylarning cheqilish ahvolining ko'payayotganligi haqidagi sin ko'rinishleri yaqindan buyon ijtimoiy aloqa munbarlarida bargancha ko'p tarqatilib diqqat qo'zg'amoqda. Xitoy taratqularida garchi bu ahvollar avam xalqni xatarlik uylardan amin uy, ya'ni bexatar uylarga ko'chirish uchun elinayotgan tadbir ekanligi ta'kidlansa-mu, ammo bu vaqtdagi analizlarda Xitoy hukumatining Uyg'ur mahallalaridagi uylarni nim maqsadi chaqqanligi va uy cheqib etilgan Uyg'urlarning qayerga ko'chirilganligi zo'r gumon qo'zg'amoqda. Navbatda diqqatinglar, radiomiz obzorchisi Asiya Uyg'urning bu vaqtdagi obzor maqolasi bo'lsin. Obzordagi qarashlar avtorining o'ziga tava bo'lib, radiomizga vakillik qilmaydi. Uyg'urlar kollektiv ko'chirilayotgan ko'chmanlar kanatlarining asli mohiyati. Yaqinqi bir qancha yildan buyon Uyg'ur dehqonlarining o'z mahalla kanatlaridagi loy kesakdan qurilgan an'anaviy uylari xatarlik uy deb chiqib tashlanib, ularni yangidan turkumlab barpo qilinayotgan amin uylarga ko'chirayotganligiga doir uchurlar Xitoyning TikTok va boshqa ijtimoiy uchur vositalarida to'xtamay tarqalishga boshladi. Albatta, Xitoy hukumatı bu xil uchurlarni tarqatishda faqat o'zining Uyg'urlar ustida irqiy qirg'inchilik yurgizmaganligini, aksicha Uyg'urlarni namratlikdan qutuldirib, yaxshi turmushga erishtirayotganligini tashviq qilishni maqsad qildi. Halbuki, Xitoy hukumatı ashu turkumlab ko'chirilgan Uyg'urlarning soni, qayerga ko'chirilganligi va ularning qismatlari haqida uchurlarni tarqatishda intayin ehtiyotchan usulni qo'llandi. Taki bugungacha nurg'un kishilar Uyg'urlarning qanday shaklda, qayerlarga, qanchalik odamning ko'chirilganligi haqida konkret uchurlarga ega bo'lgani yo'q. Xitoy markaziy hukumatining to'g'rida berilgan ma'lumotlarga qaraganda, Uyg'ur elida 10 million odamning bu xil usulda atalmish amin uylarga ko'chirilganligi ma'lum. Garchi Xitoy hukumati bu 10 million odamning millat tavalligi haqida aniq uchur bermagan bo'lsa-mu, lekin bu haqdagi Xitoy manbalik xabarlarda ko'chirilganlarning zo'r bir qismining Uyg'urlar bo'lganligi aniq ko'rsatilgan. Undaqda Uyg'urlar nima sababdan Xitoy tarafidan aslidagi uy makonlari majburiy chiqib tashlanib, atalmish ko'chmanlar kentiga ko'chirilish qismatiga duchor bo'ldi. Xalq to'rining bir xabarida 2011 yildan buyon
10 million dehqon chorvachilarni amin uyga ko'chirganligi. Atalmış amin uylarning asosan Uyg'urlar nupusi eng ko'p o'ltiraqlashgan Janubiy Uyg'ur elida ilib berilganligi xabar qilingan. Mazkur xabarda Uyg'urlarning uy makonlaridan kollektiv ko'chirilishidek erqiy yo'qotish qilmishi, apchilik bilan xatarlik uylarni chiqib, Uyg'urlarni ozoda va bexatar uylarga ko'chirib, baxtli turmushga erishtirgandek shaklda burmulab tasvirlangan. Xitoy tashviqotlarida bu xildagi amin uylarning Uyg'urlarning aslidagi to'pi-kesak uylariga qaraganda ko'p bexatar bo'lib qolmasdan, balki uylarda yana sofa, televizor, moncha, tok, su qatorliq zamonaviy aslahalarning hammasi to'liq ekanligi, mahalla ko'ylarga pishiq kesak yotqizilib, ko'chat tikilib, nihoyat go'zal bezalganligi, korxona, maktab, yasli, doktorxona, ommaviy faoliyat zallari qatorliqlarning hammasining to'liq o'rinlashtirilganligi tilga olingan. Holbuki Xitoy tashviqotlarida mazkur amin uylarga ko'chirilgan Uyg'urlarning ko'chirilish jarayonida duch kelgan masalalari, iqtisodiy ahvoli, yangi bir muhitda turmushini qaytadan boshlashda duch kelgan qiyinchiliklari, ularning yerli xalq salohiyati bilan Xitoycha XX ko'chmanlar yangi kenti deb nom berilgan joylarga ko'chman bo'lib berishga rozi bo'lgan bo'lmaganligi, hatto bu xil yangi ko'chmanlar kentida Xitoy aqllari bilan aralashib o'tiraqlashishni qabul qilgan yoki qilmaganligi qatorliqlar haqida hech qanday ma'lumot bermagan. Xitoy hukumatining tashviqot xabarlarida deyilgan Janubiy Uyg'ur elidagi nomrod dehqonlarni bexatar uylarga ko'chirish harakati ishning mohiyatidan xabarsiz kishilarga go'yo yaxshi bir ishdak, mantiqliqdek tuyulishi tabiiy. Lekin Xitoy hukumatining Uyg'urlarning atalmış xatarlik uylarining o'rniga bexatar uylarni silib berishning o'rniga ularni boshqa yerlarga kollektiv ko'chirish, hatto o'z yurtidan tamoman ayirib, yoqi yurtlarga ko'chirib etishdek bu qilmishini mantiqiga uyg'un bir siyosat degil bo'lmaydi albatta. Chunki Uyg'urlar uzoq asrlar jarayonida to'plashib o'ltiraqlashishga odatlangan bir xalq bo'lib, ular dal mushu xil yashash usulida o'ziga xos bir tarixiy jarayonni yaratgan xalqdir. Ularning yurt mahallalaridan majburiy ko'chirilishi ular uchun ota-bobosidan tortib makonlashib, Uyg'urlik kimligini yaratgan tuproqdan voz kechtirilish bo'lib, Xitoyning bu qilmishining o'zila Uyg'urlarning bir butun millat gavdasiga o'rnini to'liqlash mumkin bo'lmagan zo'r ziyonkashliklarni elib keladigan jinoyatdir. Ishlar ko'chirish bilan tugagan bo'lmasdan, balki Uyg'urlarni ko'chirib o'rinlashtirgan joylarga Xitoycha yangi nomlarning berilishidir. Yurt nomlari Uyg'urlarning o'z vatandagi tarixiy izlariga vakillik qilib qolmasdan, balki yana mahallalar orasidagi cho'nqur bog'ni aks ettirdi. Yurt nomlarini o'zgartirish yoki xitoylashtirish Uyg'urlarni o'z tarixi, madaniyati, millat kimligi va urf-odatlaridan yiroqlashtirdi. Yaqinda Xalqaro kishilik huquqni ko'zatish tashkiloti va Norvegiyadagi Uyg'ur yer fondi birlikda e'lon qilgan bir dokladda Uyg'urlarning yurtlaridagi yer nomlarining o'zgartirilayotganligiga doir dalillar va son sifirlar berilgan edi. Mazkur dokladda Uyg'ur elida yer nomlarini o'zgartirish qilmishining Oqsu, Qashqar, Xotan, Qizilsuv qatorliq Uyg'ur nupusi eng ko'p o'ltiraqlashgan joylarda 2017 yildan 2019 yilgacha tez suratda davomlashganligi, 2009 yildan toki 2023 yilgacha 3600 dak Uyg'urlar to'plashib o'ltiraqlashgan kanat va bozorlarning nomining o'zgartirilganligi. Uning ichida 630 nomi o'zgartirilgan yeza va kanat nomlarining Uyg'urlarning tarixiy, madaniyati va diniy e'tiqodi bilan munosabatli bo'lganligi ko'rsatilgan. Masalan, Oqmasjid kentini 2018 yili Ittifoq kentiga, Dutar kentini bo'lsa 2022 yili Qizil Bayroq kentiga o'zgartgan. Uyg'urcha yer, joy va yurt nomlarining o'zgartirilishi bilan Uyg'urlarning yangi ko'chmanlar kentiga ko'chirilishi orasida zodi qanday bir bog'lanish bor? Xitoy boshqarishidagi Xitoy yoshlar gazetining 2015 yildagi bir xabaridan atalmış Xotan shahri Ittifoq yangi kentining qurilishi va maqsadlariga munosabatli uchurlarni ko'ra olamiz. Xabarda deyilishicha, Xotan shahrining Yo'rinqash daryosi bo'yidagi atalmış Xotan Ittifoq yangi kenti 2014 yili Xotan shahridagi 30 ming xalqni ishga solish orqali qurib chiqilgan. Ya'ni bu kentda avval ko'chat tikib, o'rmon barpo qilingandan keyin turalg'u uylar va parnik bazalari solingan. Qisqasi, atalmış Xotan Ittifoq yangi kenti xalqning kuchi bilan qurib chiqilgan. Lekin bu vaqtdagi xabarlarda
bu qurilishga qatnashganlarning haqliq yoki haqsiz, majburiy yoki fidoyi bo'lib qatnashganligiga doir hech qanday ma'lumot berilmagan. Xabarda qurilish bitgandan keyin yangi turalg'u uylarga ko'chib kirmoqchi bo'lgan oilalarning 35 ming yuan rahna puli topshirgandan keyin 2 dona cho'ng parnikqa erishganligi bayon qilingan. Uningda deyilishicha, Xotan Ispoq kentiga tizimlatganlar soni 3900 oila bo'lib, ularning ichida 900 oila Xitoy, 3000 oila Uyg'ur ekan. Ammo Xotan shahri Xitoylar bilan Uyg'urlarning nisbati va boshqa har xil omillarni ko'zda tutib, yuqorqi 3900 oiladan 212 oilani tanlab chiqqan. Ularning ichida Uyg'urlar bilan Xitoylar soni o'xshash qilib nisbatlashtirilgan. Shunday qilib, inchiklik bilan tanlangan bu oilalar mazkur kanatning tunji aholisi sifatida ko'chirilgan. Bularning orasidagi qo'shtil va parnik ko'ktatchiligi bildiganlarni o'zaro moslashtirgan. Natijada bu aileler yeni öyge köçüp kiripla parnikta köktat terishni boshlab etgan. Xabarda yuqorqi 212 ailening Xotan shahridagi 7 yezi bozordan kelganligi, ularning hammasining 80 va 90 yillardan keyin tug'ilgan yosh dehqonlar ekanligi, Uyg'ur va Xitoylardan tarkib topgan bu qo'shnilarning o'zaro inoq ijil o'tayotganligi bayon qilingan. Xitoy boshqurishidagi Tangirtaq to'rining 2022 aprelda berilgan bir xabarda Xotan viloyatining Guminayisida 2018 yili qurilgan Yong'an yangi kentining ahvoli haqida ma'lumotlar berilgan. Xabarda deyilishicha, mazkur kentga 1275 oila, ya'ni 5193 odam ko'chirilgan bo'lib, bularning ichida 600 ga yaqin kishining muqim xizmatga erishganligi, 1276 dona parnik qurilganligi, qo'y, kaptar, to'qi baxmachilik fermasi qatorliqlar har bir oilaga qadar qurib berilganligi. Bu orqali texmi ko'p xizmat o'rni ta'minlanganligi ko'rsatilgan. Biz Guminayisidagi Yong'an yankenti bilan Xotan shahridagi Ispoq yankentining ahvolini silishtirish orqali bu xildagi atalmish yangi ko'chmanlar kentining qurilish sabablarini qisman tasavvur qila olamiz. Ya'ni bu xil kentlarning qurilishi eng keyin bo'lgandimi 2010-yillari boshlanib bo'lgan. Texmi muhimi, bu xil kentlar Uyg'ur nupusi eng ko'p o'ltiraqlashgan Qashqar, Xotan, Oqsu, Qizilsuv qatorliq joylarda dastlab qurib chiqilgan. Bundaq bo'lishidagi sabab model Janubiy Uyg'ur diyoridagi Uyg'ur nupusini tarqatlashtirishni nishon qilganligi aniq. Bu kentlarda Xitoy va Uyg'ur oilalarini oralash o'ltiraqlashtirish, kent nomlarini xitoychilashtirish ahvolidan qaraganda Uyg'urlarni assimilyatsiya qilib etishni maqsad qilib qurilganligini taxmin qilishimiz mumkin. Ko'chirilganlarning 80 va 90 yillardan keyin tug'ilganlar bo'lishi diqqatni tortadigan eng muhim nuqtalardan biri bo'lib, bu yoshdagilar Xitoy tarafidan xatarli guruhlar deb kategoriyalashtirilgan va jazo lageriga kirib tarbiyalanishi mutlaq bo'lgan guruhlarga tava kishilardir. Xitoy nupusi ancha ko'p bo'lmagan Janubiy Uyg'ur elida Uyg'urlar bilan nisbatlashib o'ltiraqlashilgan Xitoy nupusining paydo bo'lishimi o'tgan bir qancha yillardan buyon Xitoyning Janubiy Uyg'ur elining nupus qurilmasini o'zgartirish ve Bintan'ı Janubga kengaytish haqida tushirgan buyrug'iga munosabatlik bo'lganligi oshkora. Qisqasi, Janubiy Uyg'ur elida o'tgan 10-20 yilda Uyg'ur mahallalarini chaqib tashlash, Uyg'ur nupusini tarqatlashtirish, Uyg'urlarni kollektiv ko'chirish, tub mohiyatidan aytganda hech vaqt Uyg'urlarni nomrodlikdan qutuldirishni maqsad qilgan emas. Buning aksicha, Uyg'urlarning to'plashib o'ltiraqlashgan yurt ziminlarini, uy makonlarini va mahalla ko'ylarini butunlay yo'qotish orqali ularni o'zining tarixi, madaniyati va yashash muhitidan ayirib etish. Shundaqla ularni asrlar bo'yi o'z tuproqlarida shakllantirgan barliq madaniyat va urf-odat beg'idan butunlay uzib tashlashni maqsad qilgan. Texmi aniqroq qilib aytganda, yerlik Uyg'urlarning yurt mahallalarini Bintanning har qaysi polik va maydonlari bilan giralashtirib etish, shundaqla Xitoy aqollari bilan oralash o'ltiraqlashtirish orqali ularni asta-asta eritib yo'qotishni tub maqsad qilgan. Mana bu Xitoy hukumati Uyg'ur elida butun kuchi bilan yo'lga qo'yilayotgan atalmish yangi ko'chmanlar kentining asli mohiyatidir.
Yaqında Turkiyadagi tarixchi Mustafa Cingil tarafidan ishlangan 12-asrdagi Uyg'urlarning Qaysariyda qoldirgan tarixiy izlari tonishtirilgan o'jatlik film Turkiyada tonishtirilib olqishga erishgan. Mazkur film haqidagi ta'sirotini bayon qiluvchilarning bildirishicha, filmda Uyg'urlarning Turkiy xalqlar ichida eng burun shahar turmushiga ko'chgan, eng burun yeziq tarixi bo'lgan, shundoqla parlaq madaniyat yaratgan bir xalq ekanligi tarixiy faktlar orqali aks ettirilgan ekan. Diqqatinglar Turkiyadagi ixtiyoriy muxbirimiz Erkin Tarimning ma'lumotida bo'lsin. Uyg'urlar Turkiy xalqlar ichida eng burun shahar turmushiga ko'chgan, eng burun yeziq tarixi bo'lgan, shundaqla parlaq madaniyat yaratgan bir xalq bo'lib hisoblanadi. Turkiyadami qadimki Uyg'urlarga oid ko'p sonda madaniyat yodikorliklari izlari mavjud. Yaqinda qaysirlik tarixchi Mustafa Cingil apandi 4-4lük tarix, ya'ni yaxshi tarix nomli maxsus programma ishlab 12-asrdagi Uyg'ur tarixiga oid Türkiye'deki medeniyet yadikarlıkları izlerini tanıştırdı. Bu film mundak başlangan. Bu hafta yine çok önemli bir konuyla karşınızdayız. Kayseri'de Selçuklu eseri zannettiğimiz birçok eserin aslında Uygur Türklerine ait eserler olduğunu biliyor muydunuz? Bugün yine okşumaydıgan bir tema bilen ekranga çıktım. Türkiye'nin Kayseri şehrinde Selçuklu devrige ait deb qaralgan köp sandaki tarihi izlerinin aslida Uygur Türklerinden kalgan medeniyet yadikarlıkları baylığı ikenligini bilemsiler. Filmde Uygurlarının tarihi doğrusu toxtulup munular anlatılgan. Uygurlar muhteşem bir Türk boyu 9 Oğuzlar ile birleşip 10 Uygur adını alan Uygurlar tarihteki nayti ılgar bir Türk kavmi. Uygurlar tarixda 9 Oğuzlar bilen birleşip 10 Uygur namını algan. Uygurlarning nomi Urxun abidillardimi qayd qilingan. Uygurlar miladiya 742 yilida Köktürk davlatini yiqib Uygur davlatini qurgan. Miladiya 840 yili Orxon Uygur davlati Yenisey qirg'izlari tarafidan yemirilgandan keyin Uygurlar Gansu bilan Turpan o'ymonligiga kelib o'ltiraqlashgan. Bugungi kunda Xitoyning eg'ir besim ostida yashashga majbur qolgan Sharqiy Turkistondagi Uyg'ur turklari Uyg'ur davlatini qurgan Uyg'urlarning avlodlaridir. Uyg'urlar turkiy qavmlar ichida tunji bo'lib shahar hayotiga o'tgan xalqdir. Mazkur filmda Uyg'urlarning turkiy millatlarning tarixida madaniyat saviyasi eng yuqori qavmlardan biri bo'lganligi, tarixda Uyg'urlarda o'qimishliq odamlarning ko'p chiqqanligi, shuningmi O'rta Osiyo tarixidagi nurg'un davlatlarning hokimiyat organlarida ko'plagan Uyg'urlarning muhim vazifalarni o'taganligi, bo'libmi Chingizxonning davlat idorasida Uyg'urlarning muhim o'rin tutganligi bayan kılıngan. Özellikle de Cengiz Han'ın Moğol Devleti'nin idare merkezini yoğunlukla Uygur Türkleri oluşturuyordu. Çingiz Han'ın məsləhətçilərinin köpü Uygurlar idi. Çingiz Han'ın g'arbga yürüş qilishi ve O'rta G'arbiy Osiyoning ko'p qism joylarini istilo qilishi natijasida Çingiz Han'ın nevrisi Hulagu Xan G'arbiy Osiyoda İlxanlı davlatini qurdi. Bu davlatning muhim hokimiyat organlarida Uyg'urlar huquq tutishga boshlaydi. Turkiyadagi Selçuklu davlati Mo'ng'ullarning hokimiyati ostiga kirgandan keyin Anatoliya Mo'ng'ul amirlar tarafidan boshqarilgan edi. Uyg'urlar tunishtirilgan mazkur filmda Uyg'urlarning 13-asrda bugungi Turkiya zaminida qurilgan Eratna davlatida muhim rol o'ynaganligi, shunga ularning izlarining shu mezgildan qolgan tarixiy madaniyat yodikorliklari orasida uchraydiganligi to'g'risida to'xtalib, mundaq deyilgan. O dönem Kayseri yöneticisi ise bir Moğol emiri olan Cafer Bey'dir. Cafer Bey ve kardeşi Ali Bey Uygur Türklerinden olup o mezgilde Kayseri'nin Moğol emiri bo'lgan Cafer Bey boshqaratdi. Cafer Bey bilan uning ukisi Ali Bey Uygur Türklerinden bo'lib, ularning mazari hozir Kayseri'de Ali Cafer Gümbizi deyiladi. İlxanlı davlati yemirilishga qarab yuz tutgan qalaymaqanchilik mezgilida asli tegi tekti Uyg'urlardan bo'lgan, ammo Mo'ng'ul amiri bo'lib vazifa o'tagan
Cafer Begning o'g'li Alaeddin Aratnabeg Qaysari va Sivasni markaz qilgan mustaqil bir beglik davlati qurgan. Bu davlatning ismi Aratnabegligi deb atalgan bo'lib, mazkur beglik 1357 yilidan 1381 yilgacha hukm surgan. Aratnabeg intayin adolatlik, adil, ilg'or ko'z qarashdagi bir hukmdor ekan. Mana mushu aloyidliklar tufayli xalq uni ko'sa payg'ambar deb atagan ekan. Filmni ishlagan Mustafa Cingil bir tarixchi bo'lib, Osmanlı imperiyasi qurilishidan burungi Türk tarixi tadqiqoti bilan shug'ullandi ekan. U bu haqda ziyoratimizni qabul qilib mundaq dedi. Kayseri bir Selçuklu şehri olması yanında bir aslında Uygur şehridirdi. Kayseri Selçuklularning shahri bo'libla qolmasdan, balki yana bir Uyg'ur shahri bo'libmi hisoblanadi. Chunki bu shaharda ko'p sonda Uyg'urlardan qolgan tarixiy madaniyat yodikorliklari va izlari mavjud. Men Selçuklu tarixini tadqiq qildigan bo'lg'achqa, Uyg'ur tariximi mening tadqiqot doiramga kirdi. Shunga men Qaysaridagi Uyg'urlardan qolgan madaniyat yodikorliklari va izlarini tanishtirdim. Qaysarida yashagan kishi har kuni degidek Uyg'urlardan qolgan tarixiy izlarni ko'ralaydi. 1964-yilda 11 yoshda oilasi bilan Qaysariga kelib joylashgan peshqadam faoliyatchi Sharq Turkiston vaqfisining sobiq raisi Hamidxon Göktürk apandi o'zining Qaysariga kelganda bularni bilmaydiganligini, keyinchi bu haqda ma'lumot egasi bo'lganligini bildirdi. U Qaysaridagi tarixdagi Aratna Uyg'ur davlati to'g'riliq ko'plagan maqola va kitoblarning nashr qilinganligini, bularning bugungi Uyg'urlarni tanitish uchunmi foydali bo'layotganligini ilgari surdi. Bu Qaysarda madaniyat müdürü olab işleyen Mehmet Çayır'da bizge onun qağan pullarını yığında bizge köstüp şu yerden ağlayan biz bu kişiden. Onun muş Aratna Beglik'e Uygurlar şu zamanda 14. asırda kelip Türkiye'ye yerleşken Uygurlar hakkında onun makalları ve ilmi makallar üniversitede şu özel okutuşu olab dersin bergen. Bunun da ikinci adam olsa bu Kemal Göde, Profesör Kemal Göde degan kişi Kaysar Erciyes Üniversitesi'nin pensiyaga chiqib bazı Isparta'da yaşaydı. O kişinin yazgan Aratnalılar degan bir kitibi bu Türk Tarih Kurumu'dan qilgan. Bugün bir qancha kundan beri Mustafa Cingil deb Qaysarlik bir tarixchi yazar bu Uyg'urlarni va Aratnabeglikni Aratnabegni tanitib nayti yaxshi video ishlab o'sha ijtimoiy taratqularda taqdiyotidir. Bu kishi bilan bu ko'rishib turibmiz, nayti yaxshi uning maqolalari Türkiye'nin Amasya vilayetiga joylashgan Uyg'ur kenti ve tarixda Qaysarida qurilgan Aratna Uyg'ur xalqi to'g'risida 2002 yili tunji qatim Erkin Asiya radiosida xabar e'lon qilingan edi. Keyingi 22 yil jarayonida bu tarix to'g'risida ko'plagan ma'lumotlar e'lon qilindi. Hozir Uyg'ur kenti ve Türkiye'de Uygurlar kaldırgan tarihi asarı etiqalar, Uygurlar ve dünyanın her qaysi joylardan kelgan sayohatchilar ziyorat qildigan muhim joylarga aylandi. Erkin Tarım tayyorladi. Xitay hökumətinin Uyğur irqi qırğınçılığı və kişilik hüquq dəfsəndçiligiga aid sin filmlərinin TikTok şirkəti tərəfindən öçürüb etilişi diqqət qozğamaqda. Radiomiz ziyaretini qabul qilgan kuzatuvchilarning bildirishicha, garchi TikTok shirkati o'zlarining Xitoy hukumati bilan hech qanday munosabati yo'qligini ta'kidlab kelayotgan bo'lsa-mu, ammo Uyg'ur kishilik huquq dafsanchiligi va Uyg'ur irqiy qirg'inchiligiga oid videolarni tor supsidan o'chirib etishni davom qilmoqda ekan. Navbatda diqqatinglar radiomizning Turkiyadagi ixtiyoriy muxbiri Arslanning ma'lumotida bo'lsin. TikTok'ның Uyghur kişilik hüquq dəfsəndçiligiga aid videolarını öçürüyotganligi o'ttirg'a chiqdi. ByteDance va TikTok shirkati o'zlarining Xitoy hukumati bilan munosabati yo'qligini va mustaqil bir shirkat ekanligini jari solsa-mu, Uyg'ur kishilik huquq dəfsəndçiligi va Uyg'ur irqiy qirg'inchiligiga oid videolarni supsidan o'chirib o'tishni davomlashtirmoqda. İstanbul Universitetining o'quvchisi Uyg'ur qizi Nafisa O'g'uz 10 ayning 24 kuni
İstanbul Üniversitesi'de ötküzülgen yığında Vatan Partiyasının reisi Doğu Perinçek bilen Uyghur irqiy qirg'inchiligi va Xitoyning besim siyosati to'g'risida ilib borgan munozarasining videosini shu kuni kechda TikTok'ga yukilgan bo'lib, bu video ertesi etiganda TikTok supsidan o'chirib etilgan. Soykırımdan bahsediyorsunuz. Bugün Çin'de nüfusu en hızlı artan bölge Uygurluk. Kur'an-ı Kerim'i toplama falan bunlar tamamen uydurmadır. Çok açık söyleyeyim. O kitaplar toplanmak için geliyordu bizim evimize polisler. Büyük şeylerle hani silahlarla. O kitaplar neydi biliyor musunuz? Kur'an-ı Kerim, Divan-ı Lugati Türk, Uygurların en meşhur romanlarından, Türklerin en meşhur romanlarındandı. Ben orada doğdum ve büyüdüm. Çinleri kanını biliyorum. Çünkü Çinlerle beraber yaşadık. Ve Çin Komünist Partisi bize yüzyıllardır soykırım uyguluyor, baskı uyguluyor. Burada hangimizin propaganda olduğunu anlamak bence çok açık. Çünkü... Bu vaqtda ziyoratimizni qabul qilgan Nafisa O'g'izning bildirishicha, u 10 ayning 24 kuni kechda u videoni Facebook va boshqa ijtimoiy taratqularda tarqatgandan keyin TikTok'ga yukilgan ekan va bu hodisa ijtimoiy taratqularda keng tarqab kuchli inkas qo'zg'adi. Nafisa O'g'iz videoni o'chirishning sababi haqida to'xtalib mundoq dedi. Xitoyning Uyg'urlarga qilinayotgan irqiy qirg'inchilik va zulm bir rost gap. Buni TikTok'dek, ya'ni Xitoyning o'zining kanalda chiqarishim Xitoyni rahatsız qilganlik uchun videomni o'chiribdi. Bundan burun tag'am to'g'riliq, ya'ni tag'amning hujjatlarini elib Istanbuldagi Birlashmiş Millatlarning ishxonasiga borganda vlog tatgandim. Shu vlogni chiqargan vaqtimda uni o'chiribdi. Men u to'g'riliq hech qanday gap qilmagan, lekin men videomni tamamen haqsiz bir shaklda o'chirilib etildi. Da burun mening TikTok'imdagi videolarim behchiq ko'riladi Türkler tarafidan, lekin hozir ko'rilish nisbatlarim tushirilib etildi qasdanga. Xitoy, ya'ni TikTok mening videolarimga Uyg'urlar to'g'riliq bo'lganligi uchun, Uyg'urlar to'g'riliq rost gapni qilganligim uchun va tag'amning adolatini izlaganligim uchun sansur ekeldi va videolarimni o'chiribdi. TikTok'ning dunyo miqyosida umumlashishiga erishib, uning bosh shirkati bo'lgan ByteDance'ning birlashma qurg'uvchisi Zhang Yiming Xitoydagi eng cho'ng boyga aylangan. BBC agentligining 29 oktyabrdagi xabariga qaraganda, Xurun tadqiqot institutining e'lon qilgan statistikalik dokladida bildirishicha, Zhang Yimingning boyligi 49,3 milliard dollar bo'lib, uning boyligi 2023 yildagiga qaraganda bu yil 43% oshgan. 41 yoshlik bu kishi 2021 yili shirkatning mas'ulligidan istifa bergan. Biroq u bu shirkatning %20% hissasiga egdorchilik qildi ekan. Xabarda bildirishicha, TikTok ba'zi davlatlarda Xitoy davlati bilan bo'lgan munosabatlari to'g'risida cho'nqur andisha paydo qilinayotgan bo'lsa-mu, lekin borgan-sari dunyodagi eng ko'p umumlashgan ijtimoiy taratquv applardan biriga aylangan. Har ikki shirkat Xitoy hukumati bilan munosabati yo'qligi mustaqil ekanligida ching turib ta'kidlab kelgan. Biroq ByteDance TikTokni sotmagan taqdirda 2025 yili Amerika uni cheklashni o'ylashadi ekan. TikTok garchi Amerikada bu kuchlik besimga duch kelgan bo'lsa-mu, ammo ByteDance'ning yer shari foydasi o'tgan yili 60% eshib, Zhang Yimingning shaxsiy boyligini oshirgan. Gollandiyada yashayotgan Uyg'ur yosh faoliyatchi Abdurahmon Mamatmo o'zining Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi to'g'risida TikTok'ga yukilgan videosining o'chirib o'tilganligini bildirdi. U mundoq dedi: Yıl burun menimki shu TikTok'ga chiqqan videolarim yutilgan. Uningda ko'rsatgan sababini bo'lsa, jamiyat bexatarligiga ta'sir yetkazadigan, shuningki qoida prinsiplarga uyg'un bo'lmagan video deb. Abdurahmon Ahmad videosining o'chirilganligi sababi to'g'risida to'xtalib, mundoq dedi: O'chirilgan video shu odatda men yo'llaydigan videolarning hammasi shu vatandagi bo'layotgan zulmga, so'yqirmga oid videolarni chiqarman odatda. Menimcha bu vaqtda uni yutishning asosiy sababi shu Xitoyniki. TikTok Xitoyning bo'lgan, lekin Xitoyniki vatanimizda olib berayotgan so'yqirmani, vatanda olib berayotgan yuqori besimli siyosatini yoshirish uchun yutdi deb o'ylayman. TikTok Xitoyga ziyonliq deb qaralgan videolarni o'chirishdan sirt yana ba'zi abonentlarning hisobini sababsiz taqvitadigan ahvollarmi ko'rilgan. Uyg'ur faoliyatchi doktor Burhan Ulug'yo'lning TikTok hisobi 4 qatim taqvitilgan.
Ziyoratimizni qabul qilgan doktor Burhan Ulug'yo'lning bildirishicha, u 2020 yillari Uyg'ur elidagi tuqqanlarni ko'rib turish uchun TikTokdan hisob ochgan. Biroq uning hisobini 4 qatim sababsiz taqib etgan. U bu haqda mundoq dedi. Mening TikTok'imda yana shaxsan Douyin deydi ekan, Xitoycha. 4-5 qatim taqib etdi. Hatto bu taqqigan vaqtda faqat TikTok bilan emas, telefonniki nomer bilan qo'shib, telefon bilan qo'shib taqib etadi ekan. Shunashqa har bir qatim hisob ochgan vaqtda cho'qim bir yangi telefonda etish to'g'ri keldi. Undaq bo'lgan ekan menikini qatim taqib etdi. Hatto men normal bir narsa chiqarsammi, lekin mening ekanligimni bilgandan keyin mo taqib etdi ham hisobda. Demak men hozir bir yillardan oshdi, 2 yilga yaqin o'ylab qoldi. Uni ishlatmadim, lekin uning oldida shunday 4 qatim telefonim bilan birga qo'shib taqib etgan. TikTok mustaqil bir shirkatmi yoki Xitoy davlatiga bog'lanishli bo'lgan shirkatmi? Nima uchun Uyg'ur kishilik huquq dafsandichiliklarga munosabatlik videolar o'chirib etildi? Nafisa O'g'izning Doğu Perinchek bilan olib borgan bas munozara videosi nima sababdan o'chirib etildi? Biz bu savollarga javob topish uchun TikTok shirkatiga xat yozgan bo'lsaqmi, hech qanday javob qaytarmadi. Shveysariya davlatlik telekom shirkatining bulut texnika masalasi bo'lib xizmat qilayotgan Uyg'ur ziyolisi doktor Abdushukur Abdurashid apandi TikTokning cheklamasi to'g'risida to'xtalib, mundoq dedi. TikTok shirkatininki biz Xitoyninki ByteDance degan shirkatga qaraydiganligini bilamiz. Ular bir qism temalarda o'sha Xitoyninki kompartiya siyosatiga to'g'ri kelmaydi deb qaralgan mazmunlarni o'chiritish ehtimolligini nihoyat yuqori. Masalan, Uyg'ur inson haqlari yoki bo'lmasa Uyg'ur qirg'inchiligi degandek tema ishonchim komilki bu ByteDance degan shirkatninki qoida qonunlarga mos kelmaganligi uchun uni o'chirib yetadiganligi tabiiy. Shunga shu videolar yo'llangan vaqtida ko'pincha vaqtlarda Uyg'urninki inson haqlari bilan munosabatli narsalarga yo'l qo'ymaydiganligini biz faraz qila olamiz. TikTok va shunga o'xshash Xitoy shirkatlarining applarining hammasi kishilarning shaxsiy uchurlarini to'plash bilan tanilgan shirkatlardir. Doktor Abdushukur Abdurashid apandi TikTokning uchur bexatarligi to'g'risida to'xtalib, mundoq dedi. Hamda TikTok va shunga o'xshash Xitoyninki applarining hammasi oldi bilan ishlatuvchininki tizimlatgan uchurlarni to'playdi. Masalan, ismi, familiyasi, ishlatgan emailsi, telefon nomeri degandek qaysi uchurlar berilgan bo'lsa, tizimlatish jarayonida u uchurni to'playdi. Undan boshqa ishlatgan torninki uchurlari, masalan, telefonninki to'g'ri bilan kirdimi yoki uydagi simsiz to'g'ri bilan kirdimi? Masalan, telefonninki to'g'ri bilan kirgan bo'lsa, demak qaysi shirkatning to'g'ri yoki bo'lmasa sim kartining nomerlari, undan keyin ishlatgan telefonninki markasi, nusxasi, agar uyninki Wi-Fi sizlar ishlatgan bo'lsa, masalan, Wi-Fi'ninki simlari degandek. Ondan boshqa ishlatuvchining o'rni, masalan, o'rni degan vaqtida telefonni biz odatda ishlatgan o'rnini itib etgan taqdirdami, masalan, ishlatgan torninki nimsiga qarab turibmi, o'rinni belgilayoladi. Masalan, bizning telefon daftarimizga kirib, telefon nomerlarini o'g'irlash ehtimolligi yuqori. Shunga TikTokni bo'lsa ishlatmaganimiz yaxshi. 2019 yili 25 noyabr kuni Amerikaning New Jersey shtatida yashaydigan musulmon qiz Feruza Aziz o'zining TikTok hisobida kirpik qayrish taktikasini o'rgatishni vosita qilib turib 40 sekundlik bir video tarqatgan. Feruza Aziz videoda qiz ayollarga kirpik qayrish usulini o'rganishni tavsiya qilib, orqadilla hozir Xitoyda nimalar bo'layotganligiga diqqat qilinglar degan. U videosining keyingi qismida Xitoyning millionlagan Uyg'urni lagerlarga so'lganligi, lagerlarda qiz ayollarga bosqinchilik qilish, tutqunlarga majburiy cho'chqa go'shti yegizish, aroq ichkizish, tan jazosi qatorliq vahshiyliklarning ilib berilayotganligini tushundirgan. Uning videosi taratqularda g'ulg'ula qo'zg'ab, ko'rish qatim soni 1,600,000 ga yetgan. Lekin TikTok bu videoni darhol cheklab o'chirib etgan. Bu vaqa TikTok abonentlarining shaxsiy uchur masalasi Amerika Davlat Majlisining diqqatini qo'zg'ayotgan mezgilda yuz bergan edi. Bu programmani İstanbul'dan Arslan Taş tayyorladi.